Hammaga salom. Bugun men kompaniyamiz mahsulotlarini ko'pdan beri kuzatib yurgan, olishni xohlagan va kimlar uchun notanish mahsulot bo'lgani uchun ishlatishga qo'rqib turgan hamkorlarimiz uchun test paketlar tayyorlayman. Bu qaysi mahsulotlarimizdan bo'ladi? Bu mana shu 4 ta mahsulotimizdan tayyorlangan test paketimiz bo'ladi. Bulardan biri siydik yo'li va pochkadagi tuzlarni haydovchi va siydik yo'lidagi infeksiyalarni yo'q qiluvchi medveshurka mahsulotimiz. Ikkinchisi esa osteoxondrozni davolovchi, ya'ni organizmdagi tuzlarni, yelkadagi, tizzadagi, oyoq ostidagi, tovondagi tuzlarni eritish uchun ajoyib mahsulotimiz. O'yin-nimo mahsulotimizdan va sochlarimizni jilosini yo'qotgan va parvarishga muhtoj sochlar uchun ajoyib, soch uchun niasinamidli tarkibida protein, yog' va proteinlar va seramidga boy soch uchun maskamiz va korin balzamimiz. Bu kompaniyamizni tashkil topganidan beri bor bo'lgan mahsulot. Bu afsonaviy mahsulot. 33 ta kasallikni davolovchi mahsulotimiz hisoblanadi. Va yana bir ajoyib mahsulotimiz bu liftingli maska. Ya'ni yuzimiz uchun lifting effekt beradigan maskamiz. Bu maskani xususiyati shundan iboratki, bu maskani bir haftada 2-3 marta foydalansangiz, yuzingizga botox effekt beradigan ajoyib maskamiz. Yorqin, silliq va tiniq qilib beradigan maskamiz hisoblanadi. Endi shu maskalarimizdan test paketlar ishlaymiz. Test paketlarimiz qanaqa bo'ladi? Test paketlarimiz mana bunaqa bo'ladi. Mana o'yin-namo mahsulotimiz haqida ma'lumot va paketchamizga o'yin-namo balzamidan ozginagina foydalanish uchun, bir martalik foydalanish uchun dozasida bir martalik foydalanish uchun mahsulotni qo'yib qo'yganmiz. Mana shunaqa shu 5 ta mahsulotimizni xuddi shunday mahsulot haqida ma'lumot va mahsulotimizni o'zi. Bu bir martalik foydalanish uchun yetadigan tarkib bo'ladi. Va shu mahsulotlarni endi test paket sifatida hammasini bitta paketga joylaymiz. Va ajoyib yana bir nimamiz mahsulotlarimizni qaysi birisi yoqsa, o'sha mahsulotlarni olish uchun bizda 15% skidkamiz mavjud va buni eslatmovchi qog'ozchani ichiga joylaymiz. Mana test paketimiz tayyor. Bunda 5 ta mahsulotimizdan ozgina foydalanib, bir martalik foydalanib ko'rish uchun probniklarimiz mavjud. Agar kimda-kim mahsulotlarimiz bizni anchadan beri kanallarimizni kuzatib, mahsulotlarimizni olishni xohlab yurgan hamkorlarimiz uchun xuddi shunday test paketlarini yetkazib berishimiz mumkin.